Assalomu alaykum kanalımızın podpисчиклari. 4-mikrorayonda 3 kompaniya korpus chiqqan ekan, shuni syomka deb ko'rish, tanishib chiqamiz. Giraverishda bir xona olgan, bu xona ochib, etib zolatib qo'yibdilar bu xonani. Remont etib berish kerak, bir kap remont etib berish kerak. Отоплениялari o'zgartirilgan. Toza plastikdan qo'yilgan registrlarni, toza registrlar akvayna qo'yilgan. Akvaynalar qo'yilgan. Bu yerni biz zolatib qo'ysangiz bo'ladi, o'tiradigan zolatib girganda. O'ng tarafimizda spalni etib qo'ysangiz ham bo'ladi, zolatib qo'ysangiz ham bo'ladi bu yerni. Remont etib berish kerak bu xonani. Shu remontga ketibdi. Bu ham akvaynalar qo'yilgan, registrlar qo'yilgan toza. Prosta bir osuvchi etib beriladi, bo'ldi. Qolgan yerlari normal ajoyib. Bu tarafımız zalımız yine. Bu tarafımız zalımız yine. Zalımızda balkonunu ikiye bölüp koydular. Balkonunu valla yine narsalarni koyup koyarsan narsalarni koyup koysanız ham bo'ladi bu yerda. Kichkina bir o'ch qo'yilgan bir garderob deb bir yaratib qo'ydilar. Hamma yerlari oynalar akvadan qo'yilgan. Hamma yerlari akvadan qo'yilib. Atari bir remont etib berish kerak bu yerni. Shu remontga kelib turibdi. Unchalik bu yerda yashalmagan, durgan shuni yo'q. Remont etib, asfalt etib taxlab bersangiz ajoyib joy bo'lib turibdi. Eshiklar ham joy taxta mahkam eshiklar. Bu tarafimizda tualetimiz ham kafel bo'lib, oyoqning telari kafellar ajoyib bo'lib turibdi. Eshiklar ham joy o'zini avvalgi rossiyskiy eshiklardan qo'yilgan. Bu tarafimiz vanna joyi. Vanna shu asfalt etib bersak bo'ldi. Bu tarafda endi kuxnyamiz bu yerda. Bu yerimiz o'zini avvalgi kuxnya joyi, kuxnya qilingan. Bu tarafda kichkina balkon etib qoldirilgan bir kotyol. Kichkina kotyoldan qo'yilgan. Ularni qizdiradigan joy. Hurmatli kanalimiz podpисчиклari, bu joyni bahosini kelsak, bahosi 380 million deb turibdi. Kelishiladigan qaytadan. Kelib turib, ko'rib o'zingiz egasi bilan kelishib olaverasizlar.